Uyghur xalqining faxrlik yozuvchisi Zordun Sabirning Şinjan Yoshlar O'smirlar nashriyoti tarafidan nashr qilingan Ana yurt nomli romani. Bu roman Beliqut shirkatida ovozga elinib, Beliqut to'rida anlatildi. Ular at ustida shumshiyishgan. Quyosh nuri tog'larning cho'qqillaridagi girimsan qorlarni ko'mishdek yaltirtib, qaptallardagi büyük qarag'ayliqlar ustida go'zal alanga paydo bo'lganda, ular davonning ustiga chiqdi. Meriqi bat shimol cheksiz yayloq, yap-yeshil dunyo. Atlari o'tloqqa qarab, quloqlarini shimtaytib, dimbillardagi shivirg'an so'g'inlarini silkib tushirib, kishnishib qiyg'ishdi. G'ani aksi qaqaqlab kulib, "Miltiq aylandiq deb xushal bo'layotidu bu jonivorlar", dedi. Ularning ko'ngillik mahallari boshlandi. Kegiz uylar, mazzilik choy, bo'g'irsoq, ko'mba, seriq moy, xom qaymoq bilan to'lgan qozoq dasturxoni, iliq shamol, shirin uyqu. Kechada Akbar Botur, qora burut, burkut ko'z yigit bir qancha Mo'ng'ul va 2 o'ris bilan keldi. Ular otlarini sanab o'tkazib oldi. Ondan "Mashada 5-6 kun o'ynab turinglar", deb qo'yib, G'ani aksini boshlab otlarini chaptirib, nalargadir g'oyib bo'lishdi. Sayram bo'yiga chedarlar tikilgan. Bulutsiz osmon parchisdek ko'rindigan Sayram ko'li tinmay davolg'ib, nurining yurgidek o'ynab turibdi. Ko'lning bu cheti do'q qarag'ayliq taqqan. Shimol tarpi pakara edirliqlarga tutashgan. Ko'lning beri qirg'iqiga yaqinli yerda bir orol turibdi. Qalmoq butxonasi bor deyishdi odamlar u orani ko'rishdi. Yap-yeshil qarag'aylar yeni yasalgan chedarlar, kigiz uylarda g'ulja, bo'rtala, hatto cho'chak baylari yozning issiq kunlarini o'tkazishadi. G'ur-g'ur salqin shamili o'ksimaydigan paxlan qimizlari to'limi lazzatlik, munbat manzari go'zalligi tangi davo bo'ladigan bundaq joylarda g'amsizlar, pushaymon va orzulardan xolilar rohatlanadi. Ba'zilar go'zal orzumi kishiga azob bo'lib tuyuladi. Hech kim xiyol bilan azoblanishni xohlamaydi. Lekin shirin xiyol hamon seni azoblaydi. Mana Nuri to'yg'uchi go'sh yeb, qimiz ichib, uyqu qinib, chiman ustida o'ngda yetib, shirin xiyol bilan azoblanmoqda. Kelgus qandoq? Albatta go'zal. Qandoq go'zal? Kishilar orzulari qisman bo'lsa qanolaydi. Balalar maktablarda xushal o'qib, oliy ma'lumotliq bo'lib, xalqning g'amini yeydigan bo'ladi. Dehqonlar yerlardan mo'l usul elib, mangan bosgan harvi ustida o'ngda yetib, naqsha eta oladi. Xotinlari shaharga osh besib mangan erlarga Sovet, Ingliz va Xitoy yepaklaridan ko'nglaklik, yotqanlik va balalarga kiyimlarni buyuriya oladi. Hukumat xalqning g'amini yeydi. O'z yanchiqini chingdaydigan amaldorlarni jazolaydi. Shaharlarda oliy maktab, doktorxonalar, teatrxonalar, chatlarda zavod, fabrikalar ko'paydi. Odamlar bir-biriga xushal-xuram kulib salom berishadi. Hech kimni azmaydi, chaqmaydi, bulab talamaydi, oldimaydi, qo'rqitmaydi, qasnamaydi. Adolat, barobarlik, mehr-shafqat, samimiy sadoqat, go'zallik hamma odamning vujudiga singadi. Surlik askarlar, vahshiy saqchilar, qo'rqinchli turmalar, qirg'ich qurollar bo'lmaydi va yoki oziydi. Butun jamiyat mush yayroqdek tinch, go'zal baxt makoni bo'ladi. Aşk məşqlar judalıqdan, ata-onalar bilan balalar xonavayronchilikdan xoli bo'lib, kunlarini xushal-xuram o'tkazadi. Tabassum ko'z yoshidan, madihiya tashakkur, til haqoratdan ko'p bo'ladi. Go'zal yayloq kelgusi jamiyatning simvoli bo'lg'ay. Sayram ko'lning shavquni baxtli kunlarning madihisi bo'lg'ay. O shundoq jamiyatdagi bir borsuq o'zidan chiqib putlarini tik qilib, ansiz ko'zlari bilan uyoq bu yoqqa qaradi.
hech xavf yo'qligini bilgandan keyin semiz temilni g'irildib, yo'rg'ilab u yer bu yerni purab, oxiri Nurining putlarini puradi. Nuri g'idiq kelib madarlamagan bo'lsa, tinchlikning yeng karomatlarini ko'rgan bo'ladi. Bursuq xalqini qila olsa, hech kimga daxli bo'lmasa, azor bermasa, kim nimani orzu qilsa, yo'l ravon bo'lsa. Lekin insoniyat jamiyati jadal majra va qirg'inchilik ustiga qurilgan ekan. Hozir balki har kuni 10 ming, hatto 20-30 ming odam o'qiyib o'layotgandir. Razillik bilan go'zallikning ko'rishi qachongacha davomlasharkin? Go'zallikning g'albisini insoniyatning qanchincha avlodi o'z ko'zi bilan ko'rarkin? 7 kunlik yaylaq hayoti oxirlashdi. G'ani aksi oxirgi kuni Nurini Sayram ko'lning qibla tarafidagi to'limi cho'ng, to'limi chiroyli chediri uyga boshlab keldi. Anvar Musaboyevlarning yaylog'i, dedi u cheksiz yaylaqni ko'rsatib. 30 ming qo'y yaylaydi. Lekin ba xo'jam boshi qo'ljibaylar o'ynab chiqadi. G'urildab tag'shamini urib turadigan chedirning usti yepiq. Yallari ochiq. Gelam ustiga tashlangan ko'rpalar, mamut yostiqlarda baylar eg'inishib yetishgan. Xo'jam uyquga ketgan. Mutaoli xalpitim kitob o'qimoqda edi. G'ani bilan Nuri chediri eshikni tik turib, past ovozda salom berdi. Va alaykum assalom. G'ani ukam, kelinglar. Ha, bu yigit Nur Muhammadmi? Nuri o'z ismini anglab xushal bo'lib, "Men Nuri", dedi. Mutaoli xalpitim yigitga sinchilab qaradi. "Dadang teshlik bolam. U Cho'loqayda bizning bog'da ishlayotdi. Xabaring bormi? Cho'ng dadam Muxtarboyni tutib ketdi. Uning dadangning hamma boyligini musodir qilibdi. Buni qilg'izgan oshi Abdumar degan to'ng'iz murtad. Qabohatning jazosi bo'ladi. Yovuzlikning hisobi bo'lganidek. Lekin antimizni olamiz. Dadamning bu 85 qo'y yeri, bir qo'ru joyi bor ekan. Muxtarboyning ishki joy, 3-400 tuyoq qo'za, 50-60 kala, 30-40 dak yilqa, 7-8 to'ga, 125 qo'yar, 3 cho'ng bog', 1 tuymini bor ekan. Birli musodiri bilan Muxtarboyning 6 bolasi, sizlar 4 bola bo'lib 10 bola, 2 kelin, 9 navra, mo'may bilan 20 yaqin jon talada qoldi. Sizlarning uy bilan Muxtarboyning uyiga miltiqlari bor cherikdan 6 uylikni ochiqib qo'yibdi. Kofirlar to'ng'iz beqib, o'stangda to'ng'izlarni sug'urib, kirlarini yuvib, mahalini rasvo qilibdi. To'ng'izlar masjid o'yinlariga kirgani turdi deb Miroqozi shariatga da'vo qildi. G'anining ko'zlaridan o't chaqnab, tishlari g'ochirladi. "Birga yuz, mening daydig'inim birga yuz. Men ularning to'ng'izlariga o'z go'shtini yegizib etaman. Muxtarjon dadam nima ekan? Hozir g'o'ji turmasida Urumchiga elib mangudak deyishadi. Ash yo'ldan boshqa g'o'ji yo'li bormi yana? Yo'q balam. Mushkan soy, bush talkining davondan boshqa yo'l yo'q. Qaramliq qilmanglar. Yigitlar, pichoq so'ngakka yatdi. Biz mo qarab turmadik. Bu yerga o'ynag'ili chiqmadik. Xalqning g'emi bilan cho'ng ishlarda bir qinoq kelayli deb bu yerga yig'ilyapmiz. Xabarni berimiz, tayyorlanib turinglar bolalarim. Al-qisosul minal haq. Ular atlarini chaptirib, talki davonidan, Kangsay qo'lidan, G'o'lji shahri va kechida Muxtarboyning yezisidan o'tdi. Oxiri Cho'loqay qo'lidagi Ziyovuddin ishlayotgan baqqa kelib, bir kech qo'ndi. Ularning qadami yetganli yerda hukumat askarlari o'diqib, atsi havoga miltiq etishdi. Shu kunlarda Abdumar Mingbegining uyi kuyib kulga aylandi. Muxtarboyning uyiga joylashgan 6 uylik qeyri cherikning 6si etildi. Xotin bolalari shaharga qochdi. Kangsay ig'zida hukumatning yuk bosgan mashinalaridan 12si ko'dirilib, 17 askar o'ldirildi. Urumchi eli tosh yo'lida harbiy mashinalar uzilmay mangdi.
Lekin Shansay G'olji smenidagi bu ishlarga ancha diqqat qilib ketmadi. Uning vahimasi yanala Sovet ittifoqi edi. Qumulda turishliq 8-polik yaqinda Sovet ittifoqi qaytmoqchi bo'lib Urumchidan o'tdi. Shansay uning tuyuqsiz hujum qilishidan qo'rqib, Doban mahkamasi yanidagi qizlar institutida bir kechani uxlamay o'tkazdi. Mana shu pol Sovet ittifoqining 20 ming atrofidagi odami, aeroplan tankerlari texnicha Xinjiang smenida bor. Ular har qachon Shansayga zarba berishi mumkin. Shunga Shang G'oljidagi ishlarni anglab, Leninchini tilladi. Dot ishak! Men nima qilyapman? Sen nima qilyapsan? O'rislar boni topolmayotsa, sen lapos chiqarib 6 oylik nashkashni Uyg'urlarning orasiga nimaga tiqishsan? Yangzong Shinning o'qerilari o'lgan bo'lsa yaxshi bo'pti. Ular uchun qisos olaman deyishma. Gomindan firqasini yangi qurdik. Bu firqaning ushmasligi. Markazizm, Leninizmda yaxshi deb farqiravatimiz. Xalq o'rislarga emas, menga agasut. Gomindan armiyasi kirib bo'lsalar, bu xalqni joylamoq oson. G'ojin yozir rais qilib joylagandek joylaymiz. Rus askarlari bilan xodimlari 1943-yilning oxiriga chiqib bo'lishi mumkin. Angacha Gomindan armiyasining kirishi balki nemislar Sovet ittifoqi ajallik zarba berishi mumkin. Lekin nimani bo'lmasin Shansay tavuz urqini olaman deb uning etini tashlab etmaydi. Janji cheg'ida Stalinga yaxshi ko'rinaman deb nimalarni qilmadi. 1940-yili Angliya Fransiya bilan kelishim qilishdan bosh tortdi. Chunki u chaqda Stalin Gitler bilan do'st edi. Stalinga yomon ko'rinib qelish Shansayning qarashicha to'liq xatarlik. G'ini bilan Nurila 20-30 da qurolliq odami bilan xayri jiqishlarni qilib hukumatning tishiga tekkan bo'lsa-mu, hukumat bu turqidek Nilq tog'lariga jazolag'uchi askarlarni avatmadi. Go'yo hech ish bo'lmagandek, hatto G'oljanahisida o'tgan yillardagidek tutma bo'lmadi. Nimani bo'lmasin Nilqida tut yo'q. Nuri Nilq shahriga berib, Sabiha bilan Parixani yo'qlisi bo'ladi. Sabihani kimlardir qattiq uribdik. Anglavatqaninglar Bil Quttoridan anglatilayotgan ovozliq asarlar sahifasi. Sabiha yugurib kelib Nurini quchoqlab bo'yniga gira silib so'ymoqchi bo'lib edi. Nuri uni silkib etdi. Ularga qarab turgan Asiya, qiyri qiz Parixalamo bu hayosizlikdan bo'yinlarga qizirib, xuddi ko'chada tuyuqsiz anadan tug'ma bir odam paydo bo'lib qolgandek viyay deyishdi. Sabiha qizirishni unutgan. Onasiga mushtar bilan har kelatdi. Uning Urumchidagi sarguzashtlari bir o'tmish. Uning nimalarni qilganligini bir o'zi biladi. Uning ustiga hozirmi sirliq. Uning o'zidan boshqasi oshmaydigan xurum chamadoni bor. Uningda nimalar borligi aniq maxfiy. Yana kelib qizida hozir pulmo xeyli ko'p. U o'zini Xinjiang quruqliq armiya ofitserlar maktabining 1942-yillik 5-qaror sinfni bitirgan ofitseri deb tanishtiradi. Asiya uning surati chaplangan diplomini ko'rgan. Uni Nilq nahiyalik chegara mudofaa idorasi xizmatga taqsim qilganmish. Ana qiziga ishonmaydi. Ana uning Shimoliy darvozaning sirtidagi quruqliq armiya ofitserlar maktabida Sovet mutaxassislariga tarjimonlikqa o'rinlashganini Urumchidagi vaqtida biladi. Shu maktab siyosiy bo'limning boshlig'i Chu Yushung uni amriga olmasdan tarjimon degan nom bilan yeni tutib turadi. Uning hamma ishlariga ikki ayol ko'z quloq bo'ladi. Bularni Osiya biladi. Lekin Osiya qaytib kelgandan keyin nimalar bo'lganini hech kim bilmaydi. Eng yomoni qizning mijoz o'zgargan. U onasi bilan singlisining oldida yalang'och bo'laveradi. Na'largadir kullab, haftalab yo'qolib ketadi. Endi tuyuqsizda u Mono qo'rojani setib olib, onasini ko'chirib qo'ydi. O'ylasam, qo'ruq tomlari egiz, beg'i, ozroq ko'ktatliq yer va meva daraxtlari Peshayvan 4 ig'izliq uyi bor bu qo'roni qandoq setib olganiga onaning aqli yetmadi. Qizidan osmoqchilab so'rasa, qizi: "Bizchi Sovet ittifoqining Fransiya Qizil armiya universitetining o'qitish programmasi bo'yicha ta'lim-tarbiya olgan. Bronnik, pilot ishlatish, xabarlashish,
siyosiy ta'lim-tarbiya, rus tili kasblarini o'rgangan. Piyoda askarlar otliq askarlarning har ikkilisida pishqan, deb javob beradi. Ana ishimni tushunmaydi. U bir kuni maqtanib, Dala lageri mashqini bilamsan? Urumchining Olanbay degan yerida kankatgan qariyog'ashliq bog'i. Har yili yozda shu yerga chedirlarni tikib harbiy mashq qilatdik. Tanki bilan, ot bilan suv kechish mashqlarida men sovet ofitserlariga yaragan. Men sovet ofitserlaridagidek tank haydab suvdan o'tgan. Sen hadisini mendan gumonlayverma. Gimnaziya deganing chog'liq bizga Jumhur Kommunistik partiyasining Jobing, Chin Tanchiyu degan katavashlari falsafa, siyosiy iqtisod, materialistik dialektika darslarini so'zlagan. Nuri bu darslarni anlaganmi? deydi. U anasiga bugun atdiganlar biz degan jahongirlikka qarshi armiya degan marshni aytib berdi. 1 avgustda dunyoga keldik. Jahongirlikka qarshi to'g'ni egiz ko'tarib, Baturani olg'a basayli. Jahongirlar yirtqichlardek vahshiy bo'lsa-mu, tang kelolmas qon va go'sht bilan qo'rg'onga. Qonga qon elib, jonga jon, tez tukmaymiz qaysar bo'lib. U ho'ylada harbiychi mengib yurib, Xanzuchi naqshi aytib, o'zining rostli ofitserlar maktabining 5-qarorini bitirgan qaysar ofitser ekanligini isbotlamoqchi bo'ladi. Bundaq chaqlarda onasi, "Qizim, seni haqlar ishpiyon deydi ekan." desa, u g'aymadi yo'q. Desin, Payishxonning ayoli deydiganlarmi bor? O'zini og'zini paskini qiladi shu. Apa, aytqana, Nuri nim deydi? Hech nima. Tillamdi? Yo'q. U o'zichilik qaqoqlab kuladi, ba'zida yig'laydi. Ana qizining hech ishini bilmaydi. U bir narsani qizining yil ham Nurining o'tida kuyib yurganini biladi. U yana cho'ng qizi bilan kichik qizining kundan kunga dushmanlashib ketayotganligini biladi. Mana tuyuqsiz Nuri paydo bo'ldi. Endi bu dushmanlashish nega borar ekan? Mana qerishqandek Nuri o'yliga kirishiga texi tinchlik omonlik so'rashmayla Sabiha uni yugurib beribla quchoqlab so'ymoqchi bo'ldi. Ana darhol Parixaga qaradi. Parixa avval qizardi, keyin birdilla tatirib lavlarini midirlatdi. Salomat turdinglarmi? dedi Nuri qizarib. Uning bo'yi o'sgan, yuzlari malchilarnikidek qizargan, ko'zlari nurliq, qizargan mag'zi oq yuziga yarashgan. Uning kang ko'kirgi ayollarnikidek ko'ngligini ko'tirib turibdi. Uning gapi oz, ovozi jarangliq, butun turqidan bir xil qaysarlik, mardlik urg'ib turadi. Uni ko'rgan har qanday qiz bola havaslanmay qolmaydi. Qeri qiz birinchi bo'lib tortdi. Orqadan Parixa ham ni yo'shirolmadi. Asiya ularni taklif qildi. "Qani, uyga." dedi Nuri ikki tup tog' terigi ostidagi yozliq choyxonni ko'rsatib, "Choyxonalar yaxshi ekan", dedi va shu yoqqa maqdi. Asiya ularga muzdek buloq suyiga chilangan qimizdan bir chinidan so'ndi. Hammaning ko'zi Nurida. Nuri ig'ir talaffuzda oston so'zladi. "Sizlarni ko'rmagili uzun bo'ldi. Birar yil bo'lib qoldi-ku deyman." "Yana 2 oyda 1 yil bo'ladi", deb qo'shib qo'ydi Sabiha. 2 oy 12 kunda, dedi Parixa texini tafsiliy qilib. "Shundoq. Mana Parixa hozir cho'ng qiz. Hadisidami chiroyliq?" dedi Sabiha alam bilan. Hadisiga qo'yib qo'ygandek o'xshaydi. Taqdiri o'xshimisin? Dilqut xazinasi. Taqdir deganni inson o'zi yaratadi. Yo'q, irodaga beqinmaydi. Masalan, men Monosov buni men deb tirishgan edim. Yo'q, irodaga beqinmaydi. Masalan, men Lomonosov buni men deb tirishgan edim. Mana hozir yiliqchi, bu taqdirning kuchi. Tirishmadingiz? Masalan, Sovet ittifoqiga qochgan bo'lsangiz. Masalan, hadamdek. Hadam qochmadi, hadamni ap qochdi. O sening arzuying emas bo'lg'aydi. Vahshiy taqdir. Tillama hada,
Vahşiy taqdir seni ofistir qilib qo'ydi. Balki xotin qizlardan chiqqan tunji ofistir-ku deyman sen. Ha, tunji ishpiyon. Hay qizlarim, ko'ngilligiroq gaplarni qilsanglarchi. Bizga o'rta xushallik yo'q bu uyda. dedi Sabiha tatirib. Parixa uningga olib qo'ydi. Sabiha, Şinjan ofisirlar maktabida o'qib chiqqanlardan nurg'un odamlarni tutib ketibdi deydi. Rasmi? Ras, mening saboqdoshlarimdan 12 turmada. Mavzumin Chintanchiyolar bilan birga o'ldirildi. Jallat yandatu ularni trotskiychilar deb texi bir necha kun oldin bo'g'ib o'ldirdi. Nuri Sabihaga cho'chib qaradi. U Jobin hozirni ko'rgan. Anvar Musaboyevning uyida uning so'zini anglagan. U Sabihaga ishonmay qoldi. Qaraysiz-ku, bu rost. Siz qanday bildingiz? Bilgingiz kelgan bo'lsa, yuring boqqa. Men sizga tafsiliy so'zlab beray. Yuring degan so'z hammadan Parihaga qattiq tegdi. U o'ngsiz uchib ketishga tasli qoldi. Nurining bu jihatda yangi xabarlarni anglag'isi keldi. U darhol o'rnidan turdi. Qari qiz uyiga Osiya Parihani boshlab tamoq etishga mangdi. Sabiha Nurini boshlab o'yladiki shirildab eqib turgan eriqning bo'yiga kelib yon-yon o'tirdi. Men sizga yolg'on gap qilmayman. Men Soqchi ishlar boshqarmasining muavin boshlig'i Liubin degan har haftaning 5-kuni G'oldshar va Mushinilq nahiyasidagi maxsus odamlar orqali sizlar to'g'riliq ma'lumot yo'llayman. Bizning vazifamiz Sovet ittifoqining Ili rayonida to'plam uyushtirish planining tafsiriy ahvolini egallash. Sizlarni hozircha tutmaymiz, ammo kelar yili oyab qo'ymaymiz. Nuri yenidagi muhabbat o'tida yurgan qizga cho'chib qaradi. Qo'rqmang. Bu mening rost gapim. Mayli nafratning mayli hozirla o'ltirib eting. Bu mening iqrornomam. Maqsadim mushu o'rnimdan foydalanib sizlar uchun ishlash, oxirida qisos elish. Sizlar uchun deganingiz nimasi? Bilmaydi deyman. G'o'ljining qirildiri, boylari, yuqori tabiqilari u yer bu yerda tashkilot qurib harakat qilib yurdi. Sizlar hadab mol o'g'irlab chegaraga opirib, qurol setib olib tuyuqsiz hujum qilishga tayyorlanyapsizlar. Sizlarga maxfiy, bizga maxfiyat yo'q. Hammani bilib turamiz. Amsini mish tutmaysizlar. Sizlar harakat qilgan bilan sizlarni o'rsa harakatlantiryapti. Har bir tashkilotning kayinda Sovet odamlari bor. Shundoban Stalinga yuzsizlik qildi, lekin yurgi pok-pok o'rsadan qo'rqdi. Qo'rqib turib shuncha odamni o'ldiribdi. Tutilgan o'ldirganlar 100 mingga yetdi. 4 million nupus bor Şinjan uchun. Bu osonmi? Sabiha xuddi ko'z bilan ko'rgandek so'zlamoqda. Nurining xiyol ekrandan qo'rqinchli manzaralar o'tmoqda. Turmush so'roqxonasiga kirish joysi o'rnatilgan. Chashlari cho'g'ilgan, badani tayoq zarbasidan titilib ketgan gavdalik bir yigit kirishga bog'langan. Shinsay shpiyoni tar qo'rqinchli jirtoq ko'zlari qonga to'lgan. Qora kiyimlik jallod Ji Yunfu sim qamchi bilan uni qattiq urmoqda. Mavzimi? Sen Trotskiychimi? Emasmi? Yo'q. Suiqasdlik to'planma planlovchi Chintanchiyo ishki rostmi? Yo'q. Men Jungu Kommunistik partiyasining a'zosi. Yolg'on gap qilma. Şinjanda kompartiya yo'q. Trotskiychilar bor. Gomendangmi yo'q. Satqullar bor. Gunohingni iqror qilmasang o'lasan. Gunohsizman. Şinjanga kelishdagi maqsading nima? Xalqni baxtli qilish, yolg'on. Shangdobanni og'dirib hokimiyatni tortib berish, rasmi? Maqsadim 3 cho'ntoqni og'dirish, sotsializm, kommunizm qurish. Simqamcha uning badanini texnik titivatdi. Jannatning ovozi angladi. Qani, yanandagi kommunistlar seni qutqiza olamdikin? Mauzdong akan qutqiza olamdikin? Chintanchiyo, Lenjilo Chinshuinga kayni-kaynidan qiynash, urush, maqlash bilan so'roq qilindi. Oxiri ularning materiallarini Shinsay Jangjishiga yo'lladi. U bu orqali o'zining Jangjishiga sodiq ekanligini isbotlamoqchi edi. Materialning beshiga Shinsay doim so'zlaydigan mo'no so'zlar yozildi. Şinjan chegara rayon, Yaponiya, Angliya va Sovet ittifoqidek 3 jahongirlik qurshavida. 3 jahongirning Şinjanni yutib olish qora niyati bor.
Ular axborot egilab, og'dirmachilik, suiqasdlik harakatlarini elib bordi. Xinjiangning mangu Jungo zamini ekanligiga kapolatlik qilish uchun tegishli unumli tadbirlarni qo'llandi. Bu tadbirlarning o'limligi o'ldirish, rahimsizlik bilan yo'qotish. Shunga Xinjiangda turmi ko'p. Bu turmlar jahongirlarning maslahatchi, mutaxassis, o'qituvchi va hatto savdogarlarning hammasining jasuslar, suiqasdchilar ekanligi tufayli barliqqa kelgan. Yaponiya Manjuriya davlat qurgandan keyin yerli xoin Ismoil Hoji orqali bölgünçü kuchlar bilan aloqalashib, Xinjiangda islom davlati qurib, o'ziga beqinli davlat qilmoqchi bo'lgan. Germaniya Yevropa, Osiyo, Avasiya shirkatidan foydalanib, axborot xodimlarini turg'izgan. Angliya Sharqiy Turkiston Islom Jumhuriyatini qurgan. Sovet ittifoqi jasuslari hozirmo jiddiy harakatda. Mavzuman Chen Tanqiu deganlar Mavzudoning Stalinga yaxshichaq bo'lish uchun avatgan jasuslari. Ular suiqasd planlab inimni o'ldirdi. Meni o'ldirib hokimiyatimni og'dirib, Xinjiangni Stalinga beqinli davlat qilib qo'ymoqchi. Bu Yan'anning muddasi. Bu yil yozda texi yaqindala Jiangjishi Shansayga Mavzumin Chen Tanqiu Linjillarni o'ldirish to'g'risidagi yo'l yo'riq berdi. Yubingde Shansayning yo'l yo'riqini elib, Urumchi Dashimindagi ikkinchi turmaga berib, turma boshlig'i Jang Sishiga shu usul bilan o'ldirish to'g'riliq yo'l yo'riq bergan deganlarni Sabiha xuddi ko'zi bilan ko'rgandek suratladi. Javob Yangdatu qoshlari uzun, burni g'ujmak, qo'limi yo'g'on, umrida kulib boqmagandek surlik odam. U 10 necha jannat bilan qorong'u uyga mukinib oldi. Mavzuminlarni saqchilar u uyga bir-biridan ittirib kirgizdi. Yangdatular kirganlarni bir-biridan tutib, arg'amchi bilan bo'g'ib o'ldirdi. Sen biladigansan, Qin Shuying, Su Zuoqin, Mao Zhao, Yao Jizhong, Zhang Guofenglarmi shu chaqda o'ldirilgan. Ular jimib qolishdi. Nurining ko'z oldidan Jobing Nazirning kulib turadigan xushxo'y chiroyi o'tdi. O perişan halda so'zladi. Shansay yolg'on anz yasash qusdikan. G'ojiniyaz hojirani xoin deb tutganda Uyg'urlarni la o'ltiradigan o'xshaydi deb o'ylagan edim. U Xanzulanimi, Kommunistik partiyaning rahbarlarini yolg'on anz to'qib o'ltiraveradi ekan. O hech kimga yuz xotira qilmaydi. Do Jongyuan degan kishi Shangdoban bilan Yaponiyada birga o'qigan. Shansayga eng jiq yaxshilik qilgan odam. Shu odammo Shansayning taklifi bilan Xinjiangga kelib, Xinjiang sho'yanga mudir bo'lgan. Shu kishini partiya a'zosi bo'lmasa-mu, yoshirin partiya a'zosi deb qo'lga oldi. Lekin o'ltirolmay, o'qishmaslik bo'pti deb turmadan chiqarib oldi. Uning ziyofat berib, zahar silingan haroq ichirib o'ltiribdi. Nima qildi ekan demsiz, ha? U bir odil zot. Shansayga to'limijiq odam o'ltirding. Bu qilmishing hokimiyatingga ziyonliq deb nasihat qilgan. Sizlarni biladiganlar saq qo'ymaydi shu. Nuri Sabihaga qaradi. Qizning heliq chiroyli ko'zlarida til bilan tushuntirgil bo'lmaydigan, faqat sezgir yurakli sezalaydigan bir xil yoshirin quvliq bor edi. U hamla natija aql idrokning mahsuli deydigan falsafaga e'tiqod qilguvchilardan bo'lib yetilmoqda edi. Samimiylik insonlar uchun qimmatlik boylik bo'lsa-mu, u hayot yo'lini yo'ritquchi mayak emas. U bir xil qo'ra, pardoz buyumi. Sen uni aql parasting uchun ishlat deydigan bir turkum yoshlar kiriga kirgan edi. Meni bilishimcha, Xinjiang quruqliq armiyasi ofitserlari maktabining maktab ta'limoti jafo mushaqqatga chidash, kuyimchan, samimiy bo'lish-ku, ha? Siz uni nereden bilib oldingiz? Qurbon Burxonidonov deb bergan. Ha? O Qashqin hozir Olmutada, bilamsiz? Hozir Olmutada. Frunzida sizlarning 12 tashkilotinglar bor. Ular qurollanib kirmoqchi. Gapni qo'shma, dedi Nuri so'g'uqlik qilib. Men o'z vaqtidagi suyimli qiz. Men chin yuragimdan yaxshi ko'rgan qiz Sabiha bilan emas, ofitserlar maktabining 5-qarorini bitirgan Shangdobanning ofitseri bilan so'zlashyapman. Ishkilisi bir odam. Siz burunqisi o'ldi, u yo'q demoqchimi? Yo'q, u tehayat, u yetildi. O maktabining ta'limiga samimiy, kuyimchan, sodiq. Kimga? Xalqiga? Yo'q, o'zini yetishtirgan hukumatga.
Başta dedim, men o'rnimdan foydalanib o'z g'oyam uchun kurash qilaman. Undaqda samimiylik, kuyimchanlik saxta bo'lib qolmamdi. Saxta, yolg'on, samimiy, sodiq deganlarga men ishonmayman. Sizchi? Men bilan yaqin o'tgan turib, singlimni bir kech quchoqlab yatdingiz. Bularni samimiylik bilan tushundira olamsiz? Menga ilojsiz, sizchi? Qisos uchun shunda qila oladingizmi? Harakatning hammasi muhabbatga beqinavermaydi. Favqulodda sharoit, favqulodda harakatni keltirib chiqaradi. Men buni tushunaman, lekin siz meni yomonlashga haqli emas. Ko'zlaringizdan muz yog'idi. Hech bo'lmasa, mening siz uchun yashayotganim e'tibor qilishingiz kerak edi. Kim uchun yashayotganligingizni til bilan emas, harakat bilan ifodalamadingiz dexe. Mening put-qo'lim bog'liqlik. Men har bir harakatimga javobgar. Mahiylik soqchi idorasining razvedka bo'limining muavin boshlig'iman. O'rimchiga pat-pat berib kelaman. Men ularni ishontirish uchun qanchalik qurbonliklarni berdim, bilamsiz? Mening ruhimdan boshqasi, hammasi boshqalarning. Shuning uchun men sizni ishnim bilan ishontira olmayman. Qiz buqildab yig'lab etdi. U beshini ikki tizi qo'yib qattiq silkinib yig'ladi. Nurining uning ichiga qaradi. U oxir qo'lini uning beshiga qo'yib, "Yig'lama. Yo'q, yig'lavering. Yig'imizda samimiylik badaq qiladi", dedi. Uning qo'llari qizning beshiga qo'yilganda bag'ishkida Parixa paydo bo'ldi. U na olg'a menishini, na keyniga yenishini bilmay qetib qoldi. 17 yoshlik o'tliq yurak oshi yigitni kecha-kunduz seg'ingan emasmidi? Uning qo'llari nada? Uning qalbida nafratga o'rin qolmaganmidi, ha? Yo'q. Uni avi ezitga ozdirib-atadi. Uning qo'lidan har balo keladi. U har qanday odamni ozdira oladi. Nuri Parixaning uni kimdikin tortibinaman desa, hayotini tikib erishadiganligini biladi. Eliq chaqda Nuri uni qozoq uyda bir kech quchoqlab so'yib chiqdi. U Parixani so'yganda uning issiq lavlaridan qasam chiqqan. U Parixadan boshqa hech kimni so'ymaydi. Parixa Nuri uchun yaralgan. Shuning uchun yashaydi. Nuri chiroyi, badan figurasi tangdoshsiz go'zal yigit. U aql farosat ham shundoq. Iroda g'ayratmi ham chiroyli, aqlliq. Irodalik bo'lish hammali yigitlarning qo'lidan kelavermaydi. Balki birla Nuri shundoqdir. Bundaq yigitni kim talashmaydi? Muni Sabiha uning xonimidi. U bir hiyligar, bulg'angan, qo'rqinchli ayol. Hozir Parixaning qalbidagi hada Sabiha mavjud emas. Uning eng ashaddiy dushmani Sabiha ismli jodugarni mavjud. Parixa onasining uni nimish himoya qiladiganligini tushunmaydi. Bola bo'lgani uchunmi yoki uning Parixa bilmaydigan, onaga yoqadigan ishlar bormi? Pul beradi. O'ltiraq uy elib beradi. Onalar bolalarining sovg'asini bekmi qadrlaydi. Balki shuning uchundir. Yo'q. Pul deganni kim akirmaydi? Pul samimiylik, sadoqatning belgisi emas. Nuri o'rindan turdi-da chaqchaq qilib, "Ofitserlar maktabining 12 moddalik nizomida yig'i yo'q. Siz nizomga xiloflik qilyapsiz", dedi. Favqulodda sharoitda favqulodda harakat shakllanadi, dedi Sabihami o'rindan harbiylarga xos chapdastlik bilan dast turib. Balki eng oxirgi yig'am bo'lib qola. Men Jahongirlikka qarshi armiya jangchisi bo'lgandan keyin ko'z yeshimni ko'rsatmasligim lozim edi. Sabihaning harakati, so'zi, fikr qilishi yiliqi Abdumar Mangbegining beg'ida tunji qatim Nurining yuragida muhabbat yalqin paydo qilgan qizga zotla o'xshamaydi. Badanida shuncha o'zgarishlar bo'lgan qizning hissiyat sapliq bo'lishi Nuriga ishonchlik emas. Parixa o'z vaqtidagi Sabiha. Hozirgi Sabiha muhabbatni siyosiy savdo bilan aralashtirib olgan. Puxta tarbiyalangan soqchi. Balki u Nurini qurol qilib biror maqsadga yetmoqchidir. Balki u o'zini Nurini boshqa bir yo'lga boshlay oladigan qobiliyatga ega hisoblaydigandir. Hayot yo'lining bundan keyingi qismini o'ngishliq minishdan balki u Nuridan biror ishda foydalanadi. Nuri o'z xulosasiga ishinib, hoshyor bo'lishga o'zini ogohlantirdi. Parixa kelib, "Opam bechora sizni deb kotlet qo'ldan tayyorladi. Tomoq tayyor bo'ldi",
deb tasti kulimsiradi. Apamdan ko'ngil izlaydiganimiz dedi Sabiham qaqoqlab kulganicha Nurini asta qo'ltiqlab. Yadingizdami? Bizning heliq mingbiga elib bergan uyimizda siz qo'ldan yetmaydi maqtagan edingiz. Siz baxsh bo'lgandingiz, ha? Mening xushalliqlarim yodingizda ekanda. Heliq Chana Qosim Muratning uyi, chanda o'qigan she'rlaringiz unda xushalliq takrorlanmaydi. Salam Fariha, sen buni his qila olmaysan. Belki sen takrorlanmas, ammo mening xushalliqlarim tek oldimda hada. dedi Fariha ko'p roman o'qib yetildirgan til qobiliyatini ishqa selib. Nuri akam unutib qolgan xushalliqlarni esiga solganing, sen xushalliq bo'lgani bilan Nuri akamga azab. Xirasa Nuri aka. Fariha Nurining so'l qo'lini ikki qo'li bilan tutib surkilib erkaladi. Nuri ikki qizning bas-bas bilan ching siqishlariga parvosizlik bilan jim turib javob qaytardi. Uning badani ham ko'ymoqda, ham musulmoqda. U kimgadir surkilishni, kimdandir o'zini qochirishni xohlaydi. Lekin o'ng yoki so'l qo'lning qaysi o'tda, qaysi muzda ekanligini farq qila olmaydi. U qalbida muhabbat o'ti bor ekan. Bu o'tni cho'qchilayotgani qaysi deb o'z-o'zidan so'raydi. O'ylidagi yo'g'on ujma darxining osti pokiz supurilib, yerga suv sepilgan. Ustalga silingan dasturxonmo ajoyib chiroyli. Oq xasi gullar va gullar orasidan bir nima izlayotgan kepina kashtalangan edi. Qiyri qizmo alohida yasangan, dag'i tushgan qora qumchoq yuzini upi bilan oqartib, quliqiga chiroyli qalqi selib, qora bo'yniga oq marjon esib olgan. Uning kiyib olgan ko'ngligi oq girpishtin bir jup ko'ksini alohida ko'tarib olgan edi. To'rt ayol bir erga tikilib o'ltirmoqda. Hammasi hilidan hiliga tartadi. Birini Nuri ishtaha bilan tamoq yemoqda. Fariha vilka orla bilan hilidan hiliga uning taxtisiga kotlet silib qo'ydi. Qari qiz hilidan hiliga uning cheyini yenglab turadi. Birini Asiya ana gap qilmasdan azob bilan asta tamoq yemoqda. Sabiha bo'lsa artistlik mahoratini ko'z-ko'z qilib, birda qaqoqlab kulib, birda qiziq gaplarni qilib, birda noma'lum odamlarni do'rab, yana birda Nurining Lutfulla Mutallibning she'rlarini o'qib o'zini ko'nglida zarrada g'im yo'q odam qilib ko'rsatishga tirishmoqda. Mana u uyga kirib garmon ochiqdi. Birda tatar jirlariga, birda ruscha, yevropacha dangliq kuylarga o'ynatib, hilidan hiliga onasiga Jirla apa, unutilg'isiz bir xushallik xotirasi yarataylik-chi, deb qo'yatdi. Ana qizining deginni qilib, sal xirqirab qolgan ovozi bilan jirlaydi. Naqsha aytishatdi, qaqoqlab kulatdi. Mana nilqa osmonda to'lin oy paydo bo'ldi. Qosh daryosi garmon bilan bastashmoqda. Yulduzlar qizlardan go'zallik talashmoqda. Garmon adnoshkaga o'ynaydi. Asiya ixtiyorsiz o'rnidan turib, qaqoqlab kulib, qo'lidagi qo'lyog'liqni o'ynatib, putini chaqqan yerga urib qo'yib, ko'zlarini yerim yumib o'ynab, "Balalarim, men qozonda, buvamning dachisida o'ynanglar. O'ynayvelanglar. Uzun bo'ldi, o'ynamag'ali. Jam bo'lganda qong'ich kulib olayli, o'ynab olayli", dedi. Uning chaqirqi bilan ular rostilla qong'ich o'ynashdi. Beliqut şirketida ovozga elinib, Beliqut to'rida anglatilayotgan Uyg'ur xalqining faxrlik yozuvchisi Zordun Sabrining Shinjang yoshlar o'smirlar nashriyati tomonidan nashr qilingan Ana yurt nomli romanini bugun mushargacha anglatdik. Davomini atik anglitishimizda davomli anglatamiz. Bu roman Shinjangning har qaysi joylaridagi Shinhua kitobxonalarida sotiladi. Do'stlarning bu romanni sotib olib saqlab qo'yishini alohida tavsiya qilamiz. Bilqut xazinesi Uyg'ur xalqining urf-odat, mashhur shaxs, tibobat, maqol tamsil, cho'chak, rivoyat qatorliq Uyg'ur madaniyat xazinasidagi bebaho go'rlar.
karton ilipə, qanun nizam, işaret dili, tən tərbiyə, fizika, ximiya qatarlıq 600'dan artıq kəsbi sahədəki Uyğurca, Xənzuca, İngilisi 3 xil til, 6 milyondan artıq söz, avaz həm sürət bir gövdələşdirilən kompüter yumşaq detalı. Bilmegənni bil qutun bil, bil qut xəzinisi.